Ko'pchilik ota-onalar 6 oygacha bo'lgan farzandimga suv bersam bo'ladimi? Bolam chanqayapti, mumkinmi suv berish deb ko'p so'raydilar. Lekin 6 oylikgacha bo'lgan farzandlarimizga suv berish mumkin emas. Men sizlarga bugun 3 ta asosiy sababini tushuntirib o'taman. Birinchidan, ona sutining tarkibi 80% suvdan iborat bo'ladi va semiz ichadigan bolajonlarimizdan semiz qilgandan keyin uni 80% suvdan iborat bo'ladi. Shuning uchun suv berish mumkin emas. Ikkinchidan, bolajonlarimizning oshqozoni kichkina bo'ladi. Agarda suv ichirilsa, bolajonlarimizning oshqozoni suv bilan to'lib qoladi va natijada emishi kamayadi. Buni hisobina bolalarimiz sutdan oladigan oziq moddalarni kamroq o'zlashtirishi mumkin. Uchinchidan, ortiqcha suv bolalar organizmidagi kaliy va natriy elementlarini yuvib chiqarishi mumkin. Bu har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 6 oylikgacha bo'lgan bolalarga faqat ona suti va semiz berishni tavsiya qiladilar. Har xil ichimliklar, suv, sharbatlar umuman mumkin emas. Bolajonlarimiz 6 oylikdan keyin qo'shimcha ovqatga o'tgandan keyin suv ichirishni ostan-ostan boshlashingizni tavsiya qilaman.